18 yoshli bola katta IT kompaniyaga ishga kira oladimi? Videoni oxirigacha ko'rsanglar bilib olasizlar. Bugungi qahramonimiz Muhammad Amin aka Uzinfocom kompaniyasida full stack dasturchi bo'lib ishlab kelyaptilar. Qahramonimiz yoshlikdan IT sohasiga qiziqib kelgan ekanlar. Maktabda o'qib yurgan paytlarim informatika fanidan tuman olimpiadasida doimo birinchi o'rinni egallab kelganman. Viloyat olimpiadalarida bo'lsa kuchli 10 talikdan o'rin olardim dedilar. Muhammad Amin akani dasturlashni o'rganishga maktabdagi informatika ustozlari qiziqtirib qo'yishgan ekan. Dasturlashda ham birinchi bilimlarni ulardan olgan ekanlar. Qahramonimizdan dasturlashni o'rganishda qiyinchiliklarni qanaqa yengib o'tgansiz deb so'raganimizda, avvalo ota-onamning menga bo'lgan ishonchi, o'z ustimda tinimsiz ishlashim menga qiyinchiliklarni yengib o'tishimga yordam bergan dedilar. Qahramonimizdan sizga o'xshab dasturlashni o'rganmoqchi bo'lgan yoshlarga nima maslahat bera olasiz deb so'raganimizda, Uzinfocom qoshida ochilgan YouStudy dasturlash kurslarini o'qishni tavsiya qildilar. O'shandek kurslarda o'qisanglar, o'qish davomida Uzinfocomda stajrovka qilib, real loyihalar bilan ishlab dasturlash tez o'rgan olsanglar bo'ladi. O'zinglarni yaxshi ko'rsatsangiz, Uzinfocomda ishga ham qolishadi dedilar. Agar sizlar ham YouStudy dasturlash kurslarida o'qib, Uzinfocom kabi katta IT kompaniyaga ishga kirmoqchi bo'lsanglar, unda kommentda plus qoldiringlar.